2019 года на выбранной площадке 2019-yildan boshlab Forish tumanida tanlangan 3 ta maydonchadan birida muhandislik qidiruv ishlari hamda atrof muhit holati bo'yicha rejimli ekologik kuzatuvlar bosqichi boshlandi. Mazkur tadqiqotlar doirasida o'rganilayotgan hudud atrofidagi turli uchastkalarda hayvonot dunyosi hisobi olib borilmoqda. Shuningdek, ushbu maydonchada atmosfera havosi, tuproq, yer qatlami va o'simliklardagi kimyoviy ifloslanish darajasi aniqlanmoqda. Bugun Davlat ekologik ekspertizasi markazi hamkasblar bilan birgalikda avtomatlashtirilgan monitoring stansiyasiga tashrif buyurib, atmosfera havosi holatini har soatda nazorat qilib boruvchi uskunalar faoliyati bilan tanishdik. Shuningdek, yer osti izometrlar tarmog'i va geodinamik kuzatuv poligoni ham ko'zdan kechirildi. Bundan tashqari, hamkasblarimiz bilan birgalikda o'simlik qatlami tuprog'i to'plangan hududlar hamda olib borilayotgan qurilish ishlari bilan tanishdik. Jumladan, birinchi beton qo'yish ishlariga tayyorgarlik ko'rilayotgan kotlovan ko'rib chiqildi. где ведутся подготовительные работы для заливки первого бетона. По приглашению Центр Ekologiya qo'mitasi huzuridagi Davlat ekologik ekspertizasi markazining taklifiga binoan Belarus Respublikasi Davlat ekologik ekspertizasi markazi mutaxassislari bilan hamkorlik tashkil etildi va loyiha bo'yicha davlat ekologik ekspertizasi o'tkazildi. Ekspertiza jarayonida rejalashtirilayotgan faoliyat obyektiga chiqish amalga oshirilib, davlat ekologik ekspertizasini o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlardagi ma'lumotlarning to'liqligi va ishonchliligi o'rganildi. O'tkazilgan tadbirlar va qo'shma maslahatlashuvlar natijasida Belarus Respublikasi Davlat ekologik ekspertizasi markazi mutaxassislari atom energetikasi obyektlari bo'yicha davlat ekologik ekspertizasini o'tkazish tajribasi bilan o'rtoqlashdilar. Shuningdek, bunday obyektlarni qurishda ekologik xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan tegishli tavsiyalar taqdim etildi. Davlat ekologik ekspertizasi jarayonida mutaxassislar tomonidan taqdim etilgan hujjatlar tahlil qilinib, loyihaning atrof muhit komponentlariga ta'siri baholandi. Jumladan, suv resurslariga ta'sir masalalari ham atroflicha ko'rib chiqildi. Shu bilan birga, loyihaning gidrogeologik va seysmologik jihatlariga alohida e'tibor qaratildi. Yakunlarga ko'ra, loyihani yanada takomillashtirish hamda rejalashtirilayotgan faoliyatda ekologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida Belarus Respublikasining o'xshash obyektlarni amalga oshirish tajribasini inobatga olgan holda tegishli mulohaza va tavsiyalar ishlab chiqildi.